Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Sizlarga hozir seximizda tayyorlangan, qo'l mehnati asosida tayyorlangan darvozalarimizni ko'rsatib o'tamiz. Birinchi darvozam ikki arkali darvoza, ko'rib turganlaringdek. Bu darvozamiz kvadrati 850 ming so'm. Ikkinchi darvozamiz 3 qavatli darvoza. 3 qavatli darvoza deyilishiga sabab, ko'rib turibsizlar, naqshini oldiga yana bir qavat qilib chiqarilgan. Bu darvozamizning kvadrati 1.800 ming so'm. Ikkinchi darvozamiz Dubai fason. Hozirgi paytda juda ham mashhur bo'lgan fasollarimizdan. Bu darvozamiz ham 2 qavatli. Juda ham mustahkam. Ko'rishlaringiz mumkin. Bu darvozamizning kvadrati 1.350 ming so'm. Hozirgi bu holati pramokli darvoza bu ham. Keyingi darvozamiz bu ham Dubai fason. Bu Dubai fasonimizda farqi o'rtada nержавейка list bo'ladi. Ko'rib turibsizlar. Bu darvozamizda esa yo'q. Bu darvozamizdan xuddi bir xil materiallari bir xil ketadi, faqat o'rtada nержавейка bo'lganligi uchun bu ozgina qimmatroq yuradi. 1.450 ming so'm kvadratiga. Ko'rishlaringiz mumkin mana. Kimga shunday darvozalar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Xudo xolasa O'zbekistonni istalgan hududiga yetkazib o'rnatib beramiz.